Hürmetli vatandaş, bugünkü vaziyetimiz ve lüksiyede sıdaka ediyoruz. Washington'dan sözleyimiz vatandaş. Bugünkü sıdaka 2025 yıl 4. ayının 18. günü. Haftaya cuma vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden eşak Amerika Koşmuş Ştatlarının vekiller ümüge. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi, Kengeş Palatası, Taşkı Münasebetler Komitesi'nin reisi. İngilizce ismi yokken ben şimdi reisi deyip alıp durayım, Xitayca etipti. Tercüme kılamadım, İngilizce ismini bilemeye kaldım, keçirinler. Kengeş Palatası, Taşkı Münasebetler Komitesi'nin reisi. Yetekçiliğindeki vekiller ümigi Tayyip'e yetip geldi. Prezident Layçın'da karşı aldı ve karşı eleş notku sözüldü. Karşı eleş notku sözlüğünde Tayyip'in müdafiyasıge Tayyip'inle haracet ağır hamçot acırtıp müdafiyani küçeytişi doğrusu da şundakla Tayyip'in boğazının bir xatar buluşu ve tehditten yoki urushdan hali, to'qinishdan hali bo'lishi to'g'risida bu vakillar umigining oldida ana shundoq so'z nutq so'zladi vatandosh. Bu yerda bir gap, endi siyosatga qiziqayotgansiz biz uchun aytganda bu yerda bir gap. Kengash palatasi, Amerika Qo'shma Shtatlar qonun chiqarish palatasi. Bu tarafını bir elip koyuyorum. İkincisi Kengash Palatası'nın Taşkı Münasebetler Komitesi. Bakalım gepte vatandaş. Kengash Palatası'nın Taşkı Münasebetler Komitesi ve onun reisi vekiller ümüğünü başlayıp Tayyip'e bardı tünügün Lavrnes Twitter şunda sual koygan idi. Vekiller ümüğünün bu kıtımkı sohbet mavzusu Soda ticaret meselesi mi veya ki Tayyip'e bilen diplomatik münasebet ornatış meselesini muhakeme kılamdığı da sual koygan idi. Bugün ben bu sualını tekrarlamayı vatandaş o Lavrnes Twitter'ın işi olsun, şu tekrarlayan olsun. Ben size gösterdim. Amerika Qo'shma Shtatlar'da Kengash Palatası, Kanun Çıkarış Palatası, şundaqla Taşkı Münasebetler Komitesi. Buna dikkat kılayım vatandaş, dikkat kılımız bir yerde. Acayip bir siyaset getivatıdı. Taşkı Münasebetler Komitesi'nin reisi, vekiller ümüğünü başlayıp Tayyip'en güçtü. Prezidentler içinde kızgın karşı aldı vatandaşım. Bu bir vaziyet sizge. Endilik söz deydiğallarımız nime deseniz, tüvendikidek buludu. Hazır torbetki video filminin mezmunu koyulgan mavzuları xilmi-xil. Onun da sözləvatqan video film, bu sözləvatqan kişiler ve obzorçuların sözleri ve fikirleri xilmi-xil. Siz şunun içinde asaslık yani melodiyelik bir liniyeni, bir yönülüşünü, bir nişanını kuşlapla alsınız. Ama bu büyük kabil kıyafet olur da vatandaşım. Yaptırın bugünkü ekranda Amerika Jungo kızı kuralla vuruşuya kıllap geldi mi? O İtalya Prezidenti Meloni hanımla yani o degeni Prezident Donald Trump, İtalya Prezidenti Meloni hanımla karşı aldı ve Meloni hanım Prezident Trump bilen kol verişti yani. Sizin siyasetinizi kollayman degen ma'nili gap vatandaşı. Bunun için yer şahı hayran kal. İtalya veziri Meloni hanım Amerika Qo'shma Shtatlar Prezident Donald Trump bilen görüştü. Aksaray'da görüştü. Anda bunun keyinli kelgan bir mavzu, asli mavzu, başka ekranda sırtida qo'yilgan mavzu 5 cho'ng urush signali. Qizil chiroq yoqdi. Amerika Jungo qiziq qurollar urushining oxirgi davri boshlandi. Ümit sadası 4. ayının 18. günü yutaq vatandaş.
Yani bir ekranda hamxiyallarını taşlap, qat'iy kurash qilish. Xi Jinping urush e'lon qildi. Asli mavzu Xi Jinping umumyuzlik urush e'lon qildi. Vaziyatni tanidi, hamxiyallarni tashildi. Qat'iy kurash qilish. Aynak axborot sahnasi 4-ayning 18-gün YouTube. Bu xabarlar demiş bundaq keldi. Belki bu video film işligichilarning mi? Misal yer jungoliklardan ha buna ko'z qarashi qanday qildi, nima bo'lishidan qat'iy nazar bu jungoliklardagi fikrning hammasi ham jungo taraf bilan bo'ldi vatandosh. Mustabid partiya edi, bu hokimiyatni o'zgartaylik deydigan ko'z qarashdagi obzorchilarim baxtaynan tak-takni aytgan vaqtda yana shu millatchilikka berib bog'lanadi vatandoshim. Hozir qat'iy kurash deydi. Bu qaysi? Aynak televiziya, aynak axborot supisi. Aynak axborot supisining xabari ekan, qat'iy kurash kim bilan? Amerika bilan. Kim? Jungo Kompartiyasi. O'zining bugungi holi nima? Avval bu to'g'rida gap qilsang-chi, Jungolik apandi. Bugun Jungoning holi nima? Avval bu to'g'rida gap qila. Qanday hol? Cemiyet nima, iqtisod nima, Kompartiyaning siyosati nima? Hozir boshda bir kanalda deydi, Jungo Kompartiyasi sekretari Xi Jinping bütün huquqidan ayrilib qoldi deydi. Sen bu yerda deysan, qat'iy kurash kim bilan? Ahırını anlaymayız vatandaşım. Uzul kisil ahırlaştı. Kim izbasar buludu? Bana hem de manağına qarab turun. Hu Chunhua, Li Chang. Bu ikisidan qaysi biri? Hu Chunhua izbasarga tayyorlangan. Reis Xi Jinping'ga. Li Chang bu devletning navbatdagi vaziri. Mushi ikisining qaysi Reis Xi Jinping'ga varis bo'ldi? Xi Jinping yana kadinaslardan ayrılıp kaldı. Yani Beijing'de alaycı kısımlar. İşte bu alaycı kısımlar qoğdaş karakterdeki garnizondan başlığı elip taşlandı. Bu ne ende? Mütedil hazır. Xitay obzorchileri içindeki mütedil adamlardan biri Zhang Fengshike davatılıb. Başta qarana aynak. Ben dedim bunun da xöpün deydiğen birini bu. Taraksız. Bir günü Jungo Kompartiyasını tanqid qildi. Bir günü Jungo Kompartiyasını qo'qdaydi. Shundaq bir nima bu? U yerda nima debdi? Aynak sahnasida. U debdiki, qat'iy kurash kim bilan? Amerika bilan. Bu yerda Zhang Fengshike nima deyapti? İzbasar kim? Reis Xi Jinping'ning yoki sekretar Xi Jinping'ning vaqti oxirlashdi. Uning davri tugadi. Onun izbasar kerak. Kim? Bu ne? Asıl Zhang Fengshike davatı vatandaş. Xi Jinping ziyaretki çıktı. Neticeye erişilmedi. Mağlup oldu. Şarkı Cnubi Asya devletleri Xi Jinping'i maymun oynatkandak oynattı. Suşahvat 4-ayning 18-gün YouTube. Emniyeti görünüş ötken dedik o görünüşte kaltısı dağdığılık kubul kılış, kütüb ediş. Yani ki hisabat defterini açқан vaqtida bulubmu bu qatim Malayziyada Jungo Kompartiyasi hisabat defterini açıp biz sana manchilik yordam berdik, manchilik bosh kechirim qildik. Onundaki manchilik qarz pul berdik. Mesela bir yol bir belbaqayt. Şu hisobatni qilgan ekan Malayziya gazetleri bunu muhokama qilib üstün qilib etken gap, kapalan ko'targandek darajada vatandaş. Bir yerde Xi Jinping, Reis Xi Jinping bu qatim Malayziya kelganda hisob defterini ichish. Shuning uchun qanday qilish? 5 yil ishiltish. Keyingi O'rta Osiyoning davlat boshlig'ini Olma-Tog'i yig'ib, atrat boshlig'ining yig'inini ochgandek. Yoki u yon ketgan, bu yon kechganlarni yig'ib olib, kelib, mayada ziyofat bor, ziyofatlanglar. Deb O'rta Osiyo boshlig'ini Olma-Tog' to'plab olgandakmi shunday. Hozir Malayziyaga shunday chiqqan ekan, Malayziya bayroqni ro'shan qilib, matbuotlar bu nima gap degan savol bilan munozara edib borgan gap o'tanda. Ekranda kelar qadam bu urush. Vi'ning dunyoga nazar. Endi bu ayol obzorchi, samimiy ayol. Bu faqat Kompartiyaning og'dirilishini umid qiladigan ayol, bu jungolik ayol. Buning xabarlariga
%80 demesek mi, %61'e işensek burada vatandaş. Ekrandakiler kadem uruş deydi. Bu uruşun neme sebep ekanligini ben hazır anlayamadım. Onunkini qaytqandaki anlayman vatandaşım. To'la gapken bu anlab tugatmak vaqt yetmaydi-ki vatandaş. Keyin mushuni maxsus anlab, ana lekin sizlarga javob beramiz vatandaşlar. İntayin xatarlik. Yani bir xabar deyli, saat to'xtadi. Bu ameliyat. Jungoda saat echivitik degan gap bu to'xtadi. Şuar şeklinde mi to'xtadi, ameliyat şeklinde mi to'xtadi, ameliylashtirish yoki davomlashtirish nuqtai nazaridan Jungoda saat degan narsa to'xtadi. Siyaset qatlamada siyaset belgilovchilarning aqli yetishmadi, iqtidori yetishmadi, onun ustiga siyaset belgilaydigan organlarda nomussiz odamlar paydo bo'ldi. Bu mu kattı gap? Jungoning hozirgi amaliy ahvoliga berilayotgan baho vatandaş. Tam maliyesi. Bu Xitoy tilini biladigan chet ellik bo'lsa kerak, tam maliyesi 4-oyning 18 kuni yutdi. Siyaset mi ketdi Jungoda, saat mi ketdi Jungoda, hamma narsa ketdi. Demek hakimiyet şekli, hakimiyet ordu, siyaset belgeleşmeydi. Qalaytı bir jarayonga kirdi. Xi Jinping huquqlardan ayrılıp kaldı. Yukarı katlamdakiler uftiraş tapırıp aldı. Axbarat noktaları Li Muyang 4-oyning 18 kuni yutib. Bu bir ameliyatçam fikir qilg'uchi odam. Yuqoridagi New Yorkdagi aynak torbeti yoki xabar torbeti nim dedi, qat'iy kurash, kurash. Bu yer nim deydi? Li Muyang deydi ki, Xi Jinping bütün huquqidan ayrılıp kaldı. Xi Jinping'le kim kurash qiladi? Bütün huquqidan ayrılıp kalgan adam yani kim bilan kurash qiladi? Qaltis gapda. Mana qaltis gapda. Hem diyen bir haber vatandaş. Avrupa İttifaqı Jungo partiyasi qarlashga qo'shildi. Ya bunda aytganda Avrupa İttifaqı Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bir sapda turdi. Bir sapda turib Jungoni tanqid qilish qo'shildi. Savdo maliyasi 4-oyning 18 kuni yutib. Endi New York Vaqt gazeti xabar qilib bunda ko'rsatdi. Jungo hozir ikki taraflik zarbaga uchrayotdi. Mavzuli xabar 4-oyning 17 kuni Vanvit orbiti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. New York Vaqt gazeti 4-oyning 17 kuni. Xabar qilib mundaq dedi. Jungo hozir qo'sh taraflik zarbaga uchrayotdi. Pul birligi qisqarash, ya'ni pulning qimmati yoki pulning yanchiqda bo'lishi yoki obro'tga qatnashishi qisqarib ketdi. Iqtisodni zaxmlantiryapti. Tamoyni beji tashqi savdoni qisqart. Yoki tamoyni beji tashqi savdoni oqsatdi. Jungoning tashqi savdosi to'xtab qoldi degan ma'noda. Ahire ziyan tartırıqda Jungoning grajdalları, puralar. Az tola kol ilkide buluş Jungo puraları endi arman kılsımı yetelmeydiğen xiyalga aylandı. 601 saat mal mülk koludu buluş gerek, kol ilkide buluş gerek, cerini bekiş gerek, ballarını bekiş gerek. Yani şunçilik xiyal mı, şunçilik arman mı hazır Jungo'da xiyalga aylandı. Mal bahası düşüp gitti. Şirketler to'xtab qoldi. İşçi xizmatchilarda maosh kamaytirildi. Qo'l ilkida Jungo grajdalaridan hech narsa qolmadi. Degidek hech narsa qolmadi. Dal shundoq paytda Prezident Donald Trampning tamojni beji yetib keldi. Hazır bu tamojni bejili emas edi-ku, so'zlab kelyapmiz-ku sizga. Birinchi qatim Jinsharo nim dedi, bu yolg'iz tamojni beji emas, buning keyingi geopolitikalik siyosat bor dedi. Shu kuni shuni tahlil qildik-ku. Naziriyasi Jinsharo. Hozir hamda harbiy ishlar, fan texnika, savdo tijorat, tashqi savdo munosabatlari ikki davlatning, hamda siyosat munosabatlari hamma tarafdan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti
Cungo'nun reisi partiya sekretari Xi Jinping'ni sınavotgan gap. Yenik aytsak, yenikroq aytsak, sınavotgan gap deb tushunsangiz bo'ldi. Amaliyoti ochiq aytsak, besib, qattiq besim deb tushunsangiz bo'ldi. Dal shundaq vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlar tarafdan tamojda beji yetib keldi. Enlikli xabar. Jungo aviatsiya şirketi Amerika'dan setip algan, Amerika Qo'shma Shtatlar setip bergan Boeing aeroplanını topshirib elishni rad qildi. Aeroplan Amerikaga qaytib keldi. Mavzuli xabar 4-oyning 17-kun Vanvi torbitida e'lon qilindi. Tushundingizmi? Bu Jungo'la Amerika o'rtasidagi kelishim, savdo kelishim bo'yicha Manchidana Boeing aeroplanını setip olaman. Bunun puli palana bo'ladi. Shu kelishim bo'yicha hozir Amerikaning 4 dona Boeing aeroplanı Shanxayga yaqin bir yerda Jushan zavodiga elib kelindi dedi. Shanxayga yaqin Jushan zavodida bu aeroplanlarni sirlaydigan, ya'ni kamyarlarni qaytadan qurashtiradigan, shuningdek keyin ondan Jungo tarafga o'tkazib beradigan murosim. Bularni rad qildimi, rad qilmadimi bu to'g'rida xabar yo'q. Biroq mushu aeroplanga to'laydigan pulni to'lamay yoki bu aeroplanni setib elishni rad qilib, hozir Amerikaning Boeing aeroplanı Amerika qaytib kelish safariga yoki uchun havoga ko'tarildi deydi. Demak, qaytib keldi Amerikaga degan gap. Endi buni inson tabiatidagi qaysi taraf bilan tushuntirish vatandoshlar? Üstünün bir dedi ki, savdo kelishimi. Sen onu icra qilish vaqti bilan tuzgan ekansan, shu vaqtda icra qil. Tamojda beji o ikkinchi gap. Tamojda bejiga javob qaytarish shu ikkinchi gap. Tamojda bejiga javob qaytarishda savdo kelishimini bekor qilish degan gap. G'albalda qildigan ish emas, sayfga. Tamojda bejini bekor qilish bu ikkinchi gap. Demek Boeing'ni setib elish, aeroplanni setib elish 737 ekan bu aeroplanning markasi 737 Amerika Boeing aeroplanı Max deyildi ekan. Bular Jungo'dan qaytib Amerikaga kelib keldi. Yani bir xabarindaglar, agar Jungo Tayvanga tajovuz qildigan bo'lsa, bir necha 100 ming askaridan ayriladi. Mavzuli xabar 4-oyning 17-kuni Vanvi torbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Hind Tinch okeani sobiq qo'mondoni, Hind Tinch okean qo'mondonligining sobiq qo'mondoni pensiyaga chiqqan admiral Harry Harris yaqinda murojaat qilib bunday ko'rsatdi. Amerika Tayvanga qaratgan strategik mujmal siyosatdan voz kechishi lozim. Agar Tayvan hujumga uchraydigan bo'lsa, Amerika Tayvanni qo'g'damda yo'q. Bevosita pozitsiyasini bildirish lozim. Ondan boshqa admiral Harry Harris ogohlantirib, ya'ni bunday ko'rsatdi. Agar Jungo Tayvanga hujum qiladigan bo'lsa, bir necha 100 ming askariy qo'shindan ayrilib qoladi. Yulduz gazeti xabar qilib bunday ko'rsatdi. Harry Harris 4-oyning 15-kuni Hawaii tashqi siyosat tadqiqoti Tinch okean munbirining 50 yillik faoliyatida nutq so'zlaganda yuqorida ko'rsatdi. Yani Harry Harris admiral yana bunday ko'rsatdi. Tayvanga qanday muomala qilish Jungoga intayin aniq. Bizga ham shunday ochiq bo'lishi kerakki, bizga ham deganda Amerika Qo'shma Shtatlariga ham shunday ochiq bo'lishi kerakki, biz, ya'ni Amerikaning Tayvanga qaratgan tashqi siyosatini Jungoning u taraf, bu taraf qilishiga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Demak, Amerikaning Tayvan siyosati bor. Buni Jungo bir taraf qila oladigan o'rindagi davlat emas. Hem Jungo bu siyasetini bir taraf qila oladigan layoqatga, salohiyatga ega emas.
Hem Cungo bunda cüret kılanmaydı ve bunda kabil iktidar mı yok? Şuna Amerika'nın Tayvan qaratqan siyaseti bu siyaset nokol siyaset. Harry Harris 15. günü Hawaii'da. Admiral Harry Harris. Notok söz degeni şunday görsen. Herkes yol koymayımız. Cungo Tayvan'ı yetim kaldırıp tizgilleş görünüvatıdı. Bu Amerika'nın menfaatiga xilaptır. Harry Harris növbetdeki teyin çok yan harbiy komandalığının kumandanı Samuel Paparo. Geçirinler. Samuel Paparo'nun bunun burun sözünü nakıl keltirip bunda ko'rsatdi. Cungo Tayvan bu kızı etrafıda özlüksüz harbiy manevr ötküzüvatıdı. Bu harbiy manevr emas. Belki Tayvan'a tecavüz kılışqa tayyorlik qilishdi. Tungenim degan 9 ayda 10 ayda tecavüz qildi ekan deydi aka. Bununla münasibetsiz, bununla burun qilgan söz ekan. Lekin gap manevr nima? Siz ötküzayotgan manevr qanday shaklda, qanday mazmunliq? Buning mazmuniga qarasangiz, hozir Paparo endi teyin çok yan komandallık nima? Komandallık organının komandanı. Shundaq debdi Harry Harris. Nakil qilib olibdi. Tayvan bo'g'izida Jungo o'tkazayotgan harbiy manevr bu manevr emas, bu Tayvanga tajovuz qilish uchun tayyorlik qilishdir. Harry Harris bu to'g'rida bundaq to'xtaldi. Amerika mujmallikda emas, texmo çok bo'lishini tashabbus qilish kerak. 3 guruh kishilar Amerika Tayvanni qo'g'damdi yoki qo'g'damamdi. To'qinish yuz berganda burunqidak ikkini yarashtiradigan kelishim va yoki va'da berib o'tib ketadigan ishni qilamdi. Bu Amerika qartibdi Harry Harris bunda ko'rsatdi. Birinchi xilda kishilar Tayvan bilishi kerak. Shundaq bo'lgan Tayvan qurollanishi kerakmi yoki Tayvan taslim bo'lishi kerakmi? Tayvan qurollanishi kerakmi yoki Tayvan taslim bo'lishi kerakmi? Ikkinchi xildagi kishilar Jungo albatta ular shundoq bo'lganda Tayvanga hujum qilish kerakmi yo'q? Qaror qila oladi. Demak, hozir kuchi bor deymiz. Davlat deymiz. Yoki Osiyodagi bir qudratli davlat deb hisoblamsiz qat'iy nazar. Bular misol eg'izga olmabdi Harry Harris, lekin u hozir Tayvanga hujum qilish yoki qilmaslikni Jungo qaror qila oladi. Agar Jungo Tayvanga hujum qiladigan bo'lsa, unda Jungo birinchi maydon Tayvanni tortib olish urushida Jungo bir necha 100 ming askariy qismidan ayrilib qoldi. Hujumni qilib birinchi maydon urush maydoni ochildi degan gap mushu fursatning ichida Jungo bir necha 100 ming askariy qismdan ayrilib qoldi. En oxirida Admiral Harry Harris 3 xil kishilar to'g'risida mundaq to'xtaldi. Eng muhimi Amerika grejdanlari sizlar bilishinglar kerak. Sizlarning o'g'il qiz farzandlaringlar davlatning harbiy formasini kiyib, Tayvan uchun jang qilib, qurbon beradi yo'q. Birinchisi Tayvan bu kishilar, ikkinchisi Jungo o kishilar, uchinchisi navbatda Amerikaga qarayli. Agar Tayvan bo'g'zi bir ish yuz bersa, Amerika Tayvanni qo'g'dashga qaror qilsa, o chaqda Amerikaning grejdanlari o'z qiz, o'g'il qiz farzandlarining Amerikaning harbiy davlat harbiy formasini kiyib, Tayvan bo'g'ziga berib, Tayvanni qo'g'dash uchun urush qilamdi, hatto qurbon bo'lishni xohlamdi. Demak, bu yerda gap Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan siyosati, Tayvan to'g'risida Jungoning hozirligi shunga asosiyatni aytgan bir mayda urushdan saqlanish. Tinch yo'l. Jungo uchun ham foydali, boshqalar uchun ham foydali. Amerikaning ta'kidlayotgan siyosati Tayvan bo'g'izida tinchlik. Yaqindan biri obzorchilar eg'izga ilayotgandek taslim bo'lish.
Xuddi Gorbachev şekilde teslim buluş. Şu yolda meniş. Bu dünya üçün mü paydalık, cüngoluk üçün mü paydalık. Bildi cüngoluk şunu. Bir tersalı kılıvatkan bir ya iki nefer milletçilik kılıvatkan gerçi. Endişi var, yani onun üstüne. Teyben koldun kelse, Şangay mı, Tibet mi, Uygurustan mı, derhal koldun kiti de endiş kılıvatkan kepek kitidu. Kitimen digen iken, kitimen digen kişi çokum kitidu. Cüngoluk Kompartiye. Andi yana bir haber vatandaşım, Cungo bilikçilarını evetip Sinkako aralığını egellemekçi oldu. Mavzulu haber 4. ayının 17. günü ve torbitede lan kılır. Haber mındak başlandı. Buran Amerika Deniz Armiyası Üniversitesi İnstitutu'da profesör bulup işleyen, Cungo Deniz Okyan Stratejisini tatkik kılgıcı nopozluk erbap yaki ilim pen ademi taşıyı yuşahara agahlandırıp mındak görsetti. Beycanazı deniz üstü halk askerini bilikçilik yaptı kırgızıp, Sinkako arlığı evetip igellip, o aralda men götürüp kılışını oylaşıvatıdı. Cungo Japonya'nın bu arallığı memuri iqtidarçılık kılışını red kıldıydı. Yuşahara Japonya Çenjin Şinven akbarat gezisi de mındak görsetti. Cungo'nun bu erkte Amerika Japonya bir xatarlik şartnaması asasında Sinkako maceraları arılışını kıyıllaştırıştı ibaret. Cungo şunu akıl ediken Amerika Sinkako vakalarına arılışımen degeni de Japonya Amerika oturusu qoğdırış müdafiye şartnaması var. Şu boyunca Amerika bunun arılışıdı. Arılaşkandan keyin kıyınçılık doğuludur. Kıyınçılık doğduruş Cungo'nun maksudu. Anda bu profesör ya nimi depti? Xitayning bilikçileri asli minbinli xalq askerleri. Bilikçi qiyaptı Sinkako orlig'i chiqib o'rinlashsa, mangulik o'rinlashsa. Yaponiya bununla hech nima deyolmaydi dedi. Hech nima deyolmaydi dedi. Nima degan gap bu? Bir Yaponiyalik profesör, bir Yaponiya davlatining odami. Xitay hükümeti Sinkako'nu muş yolla iyi olsa Japonya işlemi diye kalış yapalım. Tüncü katı mağluldum gibi vatandaşlar. Japon devletinin görevlilermişine yapı kalkıma tüncü katı mağluldum mesela. İkinci hazırlı yetip gelgen kısa haberler vatandaş. Bunu anlayıp koyuşlar. Prezident Donald Trump'ın tamoydu becurişi Cungo Kompartiyası. Yani hamxiyallar berbat bu. Yani berbat buluştun avval yana hamxiyallar işçidi. Taşrif etmeyin. Hamxiyallarını taşrif etmeyin. Yani hamxiyallar işçidi yaşavatı da. Cungo Kompartiyası kalaymakallışıp gitti. Tayvan ihtiyat kıl. Baş Tayvan görüş kılıdıkken boğuzu manyorunu hem dep geldik mi? Haristan Tayvan doğrusu söhbeti bayanına, hükümüne. Notqını anlattık mı? Ende veya da Min Jujun Tayvan'daki profesör aşınaklıydı ki Tayvan ihtiyat kıl. Onun istigazı Amerika'da iktisat, soda, devlet bir xatarligi bir gavdleşti. Akbarat geçmesi. Yani soda ayrım emas. Cungo'dan buluvatqa iş sodalı iş emas. Siyaset var. Siyaset ayrım iş emas bir yerde Cungo'da, Amerika'nın devlet bexatarligi var. Hemmisi koşulup bir gavdeleşken siyasetga aylandı. Yani Cungo'ga qanday muamele qilishning bir ramk şekli şekillendi. Cungo Kompartiya armiyasi köpçük etdi. Amerika qattiq qo'l soldi. Cungo Rossiya bir-biridan yüz o'ldi. Cungo'nun beshiga ofat yetib keldi. Cungo 14 gün ichida Taybeyga hujum qildi. Bu gaplarni 14 gün ichida biz 9 ay dedik, tuni 10 ay dedik, tuni bugun ham bu xabarda 14 gün ichida Taybeyga hujum qildi degan gap. Nima deymiz bunun vatandaş? Bunun ameliyatı kiliş gerek.
yoki yozma shakli kelish kerak bu xabarning. Yani bir 3-4 odam eg'iz qilish kerak, lekin bir odam eg'iz qilibdi bu. Ümit Sadas yani Kona obzorchi torbet edi. Mana shunday deydiki, chunki 14 kun ichida Taybaga hujum qildi. Amerika qattiq qo'lsalab Kanayni bog'di. Chunki Kompartiyasining Kompartiyasi gumron bo'lishining oxirgi kunlari yetib keldi. Ümit Sadas 4-oyning 18-kuni yutadi. 2025-yil 4-oyning 18-kuni Tayvanning prezidenti Lay Chang'di Amerika Qo'shma Shtatlari Federatsiyalik Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komiteti Osiyo Tinch okean gruppasining raisi Xitoycha Ahang Roy Kis yetakchiligidagi vakillar o'mak bilan ko'rishdi. Prezidentyal Ops. Demek bu Tayvan prezident ishxonasining xabari degan. Yani bunun yezilgan 3 parça inkas var ki anlap yanacımı. Belki Tayvanlikler ve yakı demokrat Xitaylarını yazgın oluş mümkün. Bu haber gezilgan inkaslar. İnkas birinci Tayvan yanıla batırlık kıldı. İnkas ikinci rahmet Amerika Qo'shma Shtatlari. İnkas üçüncü Tayvan içi bitilgan devlet bo'lishi lazım. İnkas dördüncü gayretkar prezident Lay Chang'di. Dört inkasın üzülü Tayvan Cumhuriyeti münasebetiga baho berib olsangiz bo'ldi vatandosh. Qarang mana nima degan gap qarang. Tayvan yana batırlık qildi. Rahmat sana Amerika Qo'shma Shtatlari. Üçüncüsü Tayvan içi bitilgan devlet bo'lishi lazım. Yani bir inkas dördüncüsü gayretkar Tayvanning prezidenti Lay Chang'di.